Sarp og'a, Xayrli kech yigitlar. keling safimizga qo'shiling. Yo'q, rahmat. Shunchaki mahalladoshim. Yaxshi yigit. O'g'lim, nega qo'ng'iroqlarimga javob bermaysan? Ovozini o'chirib qo'ygandim, eshitmadim. Yuring, yuqoriga chiqa qolaylik. Qorning ochmi? Nima haqida gaplashdingiz, a? Qiziqib ketyapman. Aytib bera qol. Hech narsa, shunchaki ish. Seni guruhiga olmoqchi shekilli, shundaymi? Bu hali aniq emas. Senga bir sovg'am bor. Bir daqiqa. Mana. Kiyib ko'rmaysanmi? Nima gap? Biror nima bo'ldimi? O'g'lim, nimadan bezovtasan? Qani, ayta qol. Bitiruv marosimini 2-3 haftaga qoldirishibdi. Voy, shunga xafamisan? Ha, O'g'lim, biz necha yildan beri kutamiz. 2-3 hafta nima bo'pti? oyi. Bilaman, dadam haqida gaplashishni yoqtirmaysiz, lekin gaplashib olishimiz kerak. Nima uchun otangni birdaniga eslab qolding? Hayronman. Oyi, men dadamga o'xshaymanmi? Voy, gapingni shamol uchirsin. Sen sadoqatli, mehribon, halol, qalbi toza insonsan. Dadam nima ish qilishlarini bilmasmidingiz? Alloh guvoh, o'sha kungacha yuk mashinasi haydaydi deb o'ylardim. Agar bilganingizda uni tushunishga urinib ko'rarmidingiz? Qotilligi nima? Hech qachon. U qanchadan qancha kishilarning yostig'ini quritgan. Qanday qilib kechira olardim? O'g'lim, sen dadangga o'xshamaysan. Hech qachon unga o'xshamagin ham. Gel. Dada, to'pni bersangiz-chi? Olma pish og'zimga tush deyish yo'q. Sarp afandi, qo'lga kiritish uchun kurashasan. Qani? Yaxshi, hali ko'rasiz. Umid, ushlab ol. Qani? Dada! Metin Yilmaz. Ha, men. Jinoyat qidiruv bo'limidanmiz. Siz Jalol Do'manning buyrug'i bilan odam o'ldirganlikda ayblanasiz. Metin, nimalar bo'lyapti o'zi? Hech narsa. Komissar, nimaga uni olib ketyapsiz? Erim oddiy ishchi odam. Uning hech qanday bir aybi yo'q. Siz shunday deb o'ylaysiz. U esa 8 kishini o'ldirganlikda ayblanyapti. Metin, aybim yo'q deb aytsangiz-chi? Jim turmang, bu hammasi yolg'on. Tuhmat deng. Gapiring. Gapirsangiz-chi? Dadamni qo'yib yuboringlar. Bolangizni oling. Sarp o'g'lim, tinchlan, hammasi yaxshi bo'ladi. Tushunmovchilik bo'ldi shekilli. Men tezda qaytishga harakat qilaman. Qaytmasangiz-chi? Qaytaman o'g'lim. Kelgunimga qadar onang va ukang senga omonat. Kelishdikmi? Qo'yib yuboringlar meni. Qo'yib yuboringlar. Kim ekanimni bilasizlarmi? Hali oyog'im tagida tiz cho'kib kechirim so'raysizlar. Sen yomon odamning o'g'li bo'lishing mumkin. Lekin bu sening tanloving emas. Bunda seni aybing yo'q. Otangni yuzini qaytib ko'rmasdik. Majbur bo'lib qolmaganimizda.
Aka, keling berkimachoq o'ynaymiz. Shoshmay tursang-chi, hozir vaqt emas. Iltimos, akajon. Mayli, faqat bir marta. Kelishdik. Ovozingni chiqarma, bo'lmasa darhol topib olaman. Bo'pti. 1 2 3 4 4, 5 5, 6 6, 7 7, 8 8, 9 10 11 12 Jim. 13 Ovozingni chiqarma, bo'lmasa u seni topib oladi. 15 16 20 Qayerdaligini bilaman. Mana bu. Umut. Umut. Sen yutding, chiqa qol endi. Umut. Qayerdasan? Umut, chiq! Umut! Qayerdasan? Umut! Mo'laginam bilaman. Sen o'zingni ayblaysan. Lekin seni aybing yo'q. Men seni hech qachon aybdor deb bilmaganman. Iltimos qilaman, o'zingni ayblayverma. Men tufayli yo'qoldi dedi. Unga yaxshilab qaray olmadi. Sen nima ham qila olarding? Bo'ldi, yig'lama. Bo'lar ish bo'ldi. Izlamagan joyimiz qolmadi. Politsiya ham topolmadi. Mendan eshityapsizmi meni? Bir nima qilsangiz-chi? Toping o'g'limizni. Umutni qidiring. Seni yedingmi? Bu yerdan turib qanday qidiraman? Men nima demoqchi bo'lganimni juda yaxshi tushundingiz. Bu yerda Jalolni deb o'tiribsiz. Unga ayting topib bersin. Aytishlaricha uning qo'li har joyga yetarkan. Jim o'tirmang, unga ayting topib bersin. Menga hozir Jalol haqida gapirma. Ko'zingni kattaroq ochib qarashingiz kerak edi. Dada, iltimos, Umutni topib bering. Qizlarga o'xshab yig'lavermasang-chi. Men nima ham qila olardim? Meni jinni qilib qo'ymoqchimisizlar? Yo'q bola. Tinch qo'yinglar meni, keting bu yerdan. Alloh jazoingizni bersin, Metin. Sizni menga umuman keragingiz yo'q. Ketdik o'g'lim, ketamiz. Kela qol bolajonim. Yur. Biror xabar bormi? O'g'limni topdingizmi? Xonim afandi, biz sizga bir narsani ko'rsatish uchun keldik. Nima ekan bu? Bu ko'ylakni sohildan topdik. Sizni o'g'lingizniki emasmi? Umut. Ukang doim shu yerda. Qalbingda yashaydi. Uni hech qachon yo'qotmaysan. Sen bu formani kiyib qasamyod qilganingda ikkingizni ko'rgandek bo'laman. Xo'pmi bo'laginam? Bir haftadan so'ng Komissar Yusuf! Qurolni tashla! Yerga yot! Qurolni tashla!
Otmanglar! Tegmanglar! Otmanglar! Tegmang! Qurolni tashla! Sarp, o'g'lim, Nima bor bu yerda? Qoching! qurolingni tashla. Senga nima bo'ldi, o'g'lim? Oyi, aralashmang, qoching! Sarp, nimalar qilyapsan? Ket dedim! Nima uchun bunday qilyapsan? Bu pastkash qasamyodga bir hafta qolgan edi. Dadam tufayli meni o'qishdan haydadi. O'qishdan! Sen bunga loyiq eding. Darhol qurolingni tashla. Senga bu ishni shunday qoldirmayman degandim. O'tinib so'rayman, o'g'lim. Hayotimizni do'zaxga aylantirma. Yolvoraman. Oyi, Mayli. Tepkini bosa qol. Bos dedim. Bos. Bola. endi hech qachon yorug'likni ko'ra olmaysan, ablah. Olib ketinglar uni. Komissar, shoshmang. Iltimos. O'rtoq boshliq deng. O'rtoq boshliq. Sizdan qutulmaydiganga o'xshaymiz. Nima xohlaysiz? O'g'lim yoshlik qilib qo'ydi. Uni kechiring. Oilaviy boshga bitgan balo bo'ldingiz. Otasi bir balo, sizlar bir balodaksizlar. O'tinib so'rayman, uni kechiring. O'zi ham qattiq afsusda. Albatta afsus qiladi-da. Menga qarang. O'g'lingiz meni o'ldirmoqchi bo'ldi. Menga rahmat ayting. Agar men bo'lmaganimda politsiyachilar ilma teshik qilib yuborishardi. Yolvoraman sizdan. Uni kechiring. Gapimni tushunmayapsizmi? Tirik qolganiga shukr qilsangiz-chi, yana nima istaysiz? U otasiga o'xshamaydi. Sarp qalbi toza yigit. Qarshimda ko'z yoshingizni oqizmang, yig'lamang deyapman. Boshingizga kelgan balolarning barchasi Jalol tufaylidir.